Ko'p videolarda xuddi shunaqa lyustralarni $1 ga beraman deyapti. Men $1 deb o'tirmayman. Mana ko'rayotganingizni atiga bitta 05 ko'lana puliga 8000 so'mga olib ketsangiz bo'ladi. Ko'ryapsiz, neoklassik stilda juda ham chiroyli qilib ishlangan. Men bu toshlariga bitta e'tibor berib qo'ying. Agar uyingizni stili high-tech bo'ladigan bo'lsa, menimcha yomon ham tursa kerak. Xuddi shu ko'rayotgan lyustramiz kulli to'lovi atiga 8000 so'mdan tushyapti. Bitta yo'l kirasiz puli ham emas, bitta ostanovkaga borsangiz ham 10000 so'm bo'ladi. Xuddi shu ko'rayotganingizni kulli to'lovi 8000 so'm. Endi oylik to'lov keladigan bo'lsa, 224000 so'mdan tushyapti oylik to'lovga. Ya'ni 12 oyga hisoblangan. Yo, menga 12 oyga emas, boshqa oylik kerak deydigan bo'lsangiz, 3 oydan 12 oygacha bemalol xuddi shu ko'rayotgan lyustrani, umuman do'kondagi barcha lyustrani xarid qilsangiz bo'ladi. Qarang, sizdan nima talab qilinadi? Pasportingiz bilan, plastik kartochkangiz bilan kelasiz, bo'ldi. Boshlang'ich to'lov ham kerak emas. Kulli to'lovi 8000 so'm, oylik to'lovi 224000 so'mdan bosib olish kerak. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Dastlabki xizmatini sizlar uchun Chinozda mutlaqo bepul qilib qo'yganmiz. Ular yetkazib ham beramiz.